Bir necha kun ilgari yana bir astronomiya sohasidagi muhim uchur to'rda paydo bo'ldi. Bir parcha tabiat jurnalida e'lon qilingan tadqiqotda ko'rsatilishicha, tashqi planet odami haqiqatan mavjud hamda ilg'or texnikaga ega deb aytilgan. Undaqda insoniyat madaniyati borliq kelgani bilan oz deganda 1700 dan ortiq turg'u yulduz sistemasi qorong'u joyda yer sharini ko'zib turgan bo'lishi hamda buning ustidagi hayotlik to'g'risidagi bu xabar o'tirg'i chiqishi bilan torda g'oyat zo'r g'ulg'ula qo'zg'algan. Bu insonlarning tashqi planet odami tarafidan nazorat qilinganligi xili uzun bo'lganligiga vakillik qilamdi. Aldirmang, asta-asta oxirini ko'ring. 6-oyning 25-kuni tushdan keyin Amerika bir bo'lak UFO dokladini e'lon qildi. Dokladda o'tgan 2 yil ichida jami 144 noma'lum uchirjisi muvaqqat xotirlangan. Lekin axborot xodimlari ularning butun kuchi bilan tirishib, buning zodi nima ekanligini tadqiq qila olmaydiganligini aytdi. Amaliyotda insonlar yaqinqi 100 yil ichida tashqi planet hayotlikni izlash uchun g'oyat zo'r tirikchilik ko'rsatdi. 1984-yili yer shari sirtidagi madaniyatni izlash plani SKI tashkiloti rasmiy qurildi. Bu tashkilotlar butun kuchi bilan radio teleskop qatorliq ilg'or uskunlar orqali koinotdan kelgan elektromagnit to'lqinlarni qabul qilib, qonuniyatlik uchurlarni tahlil qiladi hamda bundan foydalanib tashqi planet madaniyatlarini bayqashni umid qiladi. Albatta bu usulni qo'llangandan sir insonlar yana olam gemisi qo'yib berishni sinab boqqan. 1977-yili 8-20 kuni sayohatchi 2 nomerli tekshirgich Amerika Kennedy markazida qo'yib berilgan. Sayohatchi 1 nomerga o'xshamaydigan, uning yanında alohida ishlangan bir plastinka bor bo'lib, uningda yer sharining ahvoli va insonlar madaniyatiga munosabatlik barliq maxfiyatliklar bayon qilingan. Bu patifon plastinkasini alohida material bilan ishlangan. Olamda necha yuz millionni saqlag'il bo'ladi. Bu ilgari bir qism kishilarni qo'rqitgan. Ular insonlar yer sharining o'rnini g'arazsiz holda yomon niyatlik tashqi planet odamlarga oshkorlab qo'yotdi deb qaraydi. Biroq sayohatchi 2 nomer hozirgacha quyosh sistemasidan uchib chiqmadi. Butunlay ayrilish uchun oz deganda yana 30 ming yil vaqt ketadi. Donliq fizika olimi Hawking ko'p qatim oshkora so'rovlarda olamdagi har qanday signalga javob qaytarmaslikni eslatgan. U insonlar bilan bir jamiyatdan emaslarning niyati cho'qim boshqacha bo'ladi deb qaraydi. Tadqiqotchilarning barliq tashqi planet jarliqlarni izlash xizmatini to'xtatishni umid qiladi. Kolumboning Amerika cho'nquruqlikni bayqash ahvoliga o'xshash, tashqi planet odamlarning yer shariga kelishimi o'xshash oqibat elib keldi deb qaraydi. Nobel mukofotiga erishuvchi Fermi apandi bo'lsa, tashqi planet madaniyati insonlar fan texnikasidan necha 10 ming yil burun yer sharining koordinatini bilgan bo'lishi mumkin. Balkim faqat qorong'u joyda yiroqdan qarab turdi deb qaraydi. Yaqinda olimlarning tadqiqotiga asoslanganda tashqi planet odamlari yer sharini nihoyat uzun vaqt kuzatgan bo'lishi mumkin ekan. Bu xabar chiqishi bilan ba'zilar o'zining turmushini tashqi planet odamlarning nazorati ostida bo'lib qolishdan ansirashga boshladi. Amaliyotda buning butunlay zaruriyati yo'q. Oldi bilan biz turayotgan olam amaliyotda intayin keng. Yer shari bilan Marsning orliqini misol qilsak, navbatdagi fan texnika saviyasi bo'yicha olam kemasi yer sharidan Marsga uchishiga oz degandami 6 oy vaqt ketadi. Bu faqat quyosh sistemasi ichidan misol. Agar texmi yiroq yulduzlar ora bo'shliqqa so'zilsa, sarf qilgan vaqt insonlarning tasavvuridan eshib ketishi mumkin. Einstein nisbiylik nazariyasining o'tir qatlamida yorug'lik tezligining uchur yetkazishning limiti ekanligini, insonlarning navbatdagi berish jarayonida olam gemisining yorug'lik tezligidan mangu bo'shib o'tolmaydiganligini ko'rsatdi. Ikkinchi nur yorug'lik tezligida tarqaladi. Bu yulduzlar sistemasi sirtidagi madaniyatni ko'rsatgan yer shari amaliyotda yuz berib bo'lgan ish. Bir oddiy misol bilan faraz qilsak, hozir mukammal bo'lgan bir teleskop 2000 nur yili yiroqlikdagi o'rinda yer sharidagi hamma narsani aniq ko'ra oladi. Siz ko'rsatgan vaqtingizda amaliyotda yuz berayotgan ishlarni ko'ra olmaysiz. Balki buningdan 2000 yil ilgari Chinshixuan taxtga chiqqan manzarani ko'rasiz. 3. Ma'lum bo'lgan entropiya ish qonuniga asosan biz olamning jimjit emasligini tushunamiz. Hatto turg'u yulduzlarda hayot mamotlik bo'ladi. Shundaqla sayyorlarning shakllanishi yana ko'p xil omillar bilan munosabatlik bo'ladi. Uning ustiga hayotlikning o'zimi bir o'zgarguchi miqdor. Shunga hayotlikning dunyoga kelish sharti amaliyotda intayin oz uchraydi. Madaniyatning barliq kelish ehtimolligi texmi oz. Madaniyat mavjud bo'lgan taqdirda fan texnika saviyasi biznikidan ko'p yuqori bo'lishi notayin. Biz mundaq tasavvur qilib boqaylik. Agar ularning madaniyati yuksak darajada taraqqiy qilgan hamda ko'zni yumib ochqicha yer shariga yetib kela oladigan iqtidor bo'lgan bo'lsa, unda insonlarning amaliyotda tirkish va qarshilik ko'rsatishning zaruriyati qolmagan bo'ladi. Shunga hozirgi har bir kunni yaxshi o'tkazish sizning hayotingizdagi eng muhim ish. Bugungi mazmunlar mushayda yaqlashdi. Mazmun zarracha yarg'an bo'lsa, yulduz belgisini besib qo'ying. Xo'las shunchalik oddiy.